Man faqat bu MMSmi, SMSmi, SMM ha, shunaqa hunar egalaridan shunaqa ko'nglim qoldi. O'zidan allakimlarni yasab oladi. Xuddiki bu kishidan boshqa hech kimni kalla ishlamaydi. Hamma narsani mashina biladi. Men Alisher, mobilografman. Ishimizda sizga tushuntiradigan bo'lsam, do'kon, shaxsiy brend, shunga o'xshash narsalarni Instagramda reklama qilishga yordamlashamiz. Bizning ishimizni ko'pchilik oson deb o'ylaydi. Aslida bizning ishimiz ko'p tarmoqli ish. SMM deyiladi, ya'ni sotsial media marketing deyiladi. Boshda kelishganmiz, u kishiga nima kerak bo'lsa, hamma narsasini olib beraman deganman. Olib berdim, mikrofon, qanaqadir mana telefonni ko'tarib oladigan, telefon olib berdim, telefon iPhone chetadi bular. Mayli dedim, olib berdim, maza qilib ishlatdilar, yangi. O'zining telefonini sotib berib, bizni telefonga sim kartalarni sotibdilar. U ishxona narsasi bo'lsa, ishxonada turmaydimi? Aslida bizning sohada komanda bo'lib ishlash kerak. Copywriter, targetolog, operator, dizayner, ssenarist bo'lish kerak. Lekin bizni shaharda hammasini mobilograf qilish kerak. Bu bola menga boshda vaqir-vaqir o'g'lanmi va'dasini berib ishni boshladilar. Bir oy bo'lib qolay dedi, bir natija yo'q. 800 ta podpischiga kelibdi. Lekin savdoga umuman ta'sir qilgani yo'q. Bitta niholni yerga o'tkazib meva qilguncha qancha vaqt o'tadi? Unga qaraysiz, suv quyasiz, butaysiz, keyin meva beradi. Bizni biznes egalariga hammasi 1-2 oyda bo'lish kerak. Pulni o'lishi biladi. $400 ko'chada qolgan pulmi? Nuqul rasxoddan gapiradi. Telefon qilsangiz bir telefonni vaqtida ko'tarmaydi. Unda ishxonaga kelib turib tez sko'riymi? Nima? Shunaqa. Alam qiladigani do'konga borib tovar terib yuribman. Mijoz kelsa savdo ham qilib qo'yaman. Bular 5 million pul berib meni o'zlariga o'g'il qilib olishmoqchi. Boshliq telefon qiladi, ishxonaga kelasanmi deydi. Ishxonada nima qilaman desam, stories ol. Borib stories olganimda yana nima qilay desam, bilmadim, sen ishingki o'zing bil deydi. Meni o'g'aynimni SMSchisiga havasim keldi. Bir oshxonasi bor, bitta bo'zak yeydigan ovqatni ko'pgina qilib so'yib qo'yib, mashina kim yesa $100 pul beraman degan ekan, hamma boqorillar o'shaydi. Ovqat yegan kelib, hamma yig'ilib ketgan. Odam ham rosa ko'p. Bitta oshnasi oshxona ochib, Instagram yurgizgan ekan. Yaxshi ahvat olib kelayotgan ekan. Nimaga unda unaqa, sizda bunaqa deydi. Uni ko'rib, buni ko'tiyonitdi. Men o'sha steloga borib qiziqib qolganman bu Instagramga. Keyin meni sota qo'zini topdi. Men aytdim, "Uka, nimaga sendamda o'zgarish yo'q? Bizda natija yo'q" desam, "Target yo'qish kerak" dedi. "Ha, yo'q" desam, "Pul kerak" dedi. Pul topishdan darak yo'q, faqat rasxodga gapiradi. Savdoni oshirishga target yo'qayli dedim. Yo'qdi. Mijozlar birda telefon qilibdi. Shu mijozlar bilan ham o'zing gaplash deydi. Mayl dedik, uni ham yo'q dedik. Jinni ulgur reklamaga men nomerimni yozib qo'yibdi. "Hali kimga telefon qiladi? Rangi bormi? Razmerlari bormi?" deydi. "Ma, sen o'zing nomeringni yozmaysanmi? O'zing gaplashmaysanmi?" desam, "Bu intov o'tdi. Bu kishi video olsalar bo'ldi" ekan. Uka dedim, "Men mobilografman" dedim. Bitta aloqa operatori olaylik desam, ko'karib qoldi. Bundan pul chiqquncha tuxumdan jun chiqadi. Klient bilan gaplashgani ishchi bo'lish kerak deydi. Shu bola gapirsa, asabim buziladigan bo'lib qolgan. Xuddiki bu meni sindirgan kelganga o'xshaydi. Chidomadim, "Oka" dedim, "Tugataylik" dedim. O'zi ham zo'rg'a turgan ekan. O'zi bitta jiyanimi kimdir yurg'izibdi, lekin sho'roxonaning ahvoti yomon kuchayib ketdi. Bunga yomon qiyin bo'ldi. 1,5 oyda jonimdan o'tkazib oldi. Qayda bordim? O'zimizda bitta jiyan bor edi, yoshroq, shunaqa telefonda montaj bir narsalarni bilar ekan. Jayinda unaqa zo'r emas, lekin eplab turibdi. Natija yo'q, lekin tekinda. Men mana shu SMSchiga na prinsip qilib qo'ydim. Atayin Toshkentdan blogger olib kelaman. O'g'izga siqqanini beraman. $200 $300 Toshkentdan blogger olib kelaman.